3 domlamiz o'tiribdilar. Mana noyib domlalarimiz bir emas, uchallari mana o'tiribdi. Uchallarining o'g'illari qarang. Subhanalloh. 3 noyibimizni har birlarini bittadan o'g'illari mana bugun 3 ta noyibni farzandlaringizga xatm Qur'on qilib beryapti. Bu meni tariximda birinchi marta. Ilohim ko'p bo'lsin. Boshqa noyiblarning ham farzandlariga nasib ro'za aylasin. Ammo to'ramga aytdim, to'ram eshitganmisiz desam, ya'ni ojiz qoldilar, lol qoldilarki, bu holat haqiqatda shu Firdavs masjidingizda, bu jamoatda bo'pti, Alloh muborak aylasin. Aynan mana Muhammad Yusuf qorim. Muhammad Yusuf qorim kimsizmi? Mana Muhammad Yusuf qorim Sobirjon qorakanning o'g'illari qarang. O ota bola yonma-yon o'tirib olgan ekan, mashallah. Endi qarab turing. Keyin Abdusamad qorim. Mana Abdusamad qorim albatta Abdulahad qor domlamizni mana o'g'illari. Siz Qur'on darsiga ham kelgandingiz-a? Mashalloh, mashalloh. Shuning uchun ham o'g'lingizga Alloh Qur'on beribdi-da. Keyin albatta bizni o'zimizni mana shogirdimiz Misrlarga borib Qur'onni talaqqiy qilganlar, aynan misriy qiroatlardan Hazrati Mahmud Xalil Husariylarning qiroati, Hazrati Minshaviylarning qiroatida, tilovatida sizga bugun xatm qilib berayotgan mana qorilarimizdan biri Muhammad Ayubxon Eshanbuomiz, Hazrat Habibullohxon Eshanbuomizning mana o'g'illari. Ya'ni siz oldin eshitganmidingiz? Bir masjidda 3 ta noyib imomni uchala o'g'illari o'tsa. Kim eshitgan? Aytsin, qo'lini ko'tarsin. Eshitganingiz uchun. Ilohim buni ko'p eshitaylik. Bu haqiqatda bizni ahli ilmimiz yutuqlari. Ahli ilmimiz yutuqlari. Ya'ni odatda mana shu noyiblar, ya'ni bular noyib, ya'ni domla degani. Dinni xizmatida bo'lganligi uchun Alloh qarang nima qiladi? Mana undaqa mukofotlaydi. Mana bugun aytayapmiz, butun olam masjidlarga qarasangiz qorilar ko'pdir. Ha, zo'r qorilar bor. Lekin bunaqasi yo'q. Ya'ni 3 ta noyibni alhamdulillah 3 ta o'g'li. Juda ajablanarli holat. Allohim barakotli qilsin.